بسم الله الرحمن الرحيم. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Nozim rahimahulloh aytdilar: "Va mal Qur'anu makhluqan ta'ala kalamur Robbi an jinsil maqoli." Qur'on maxluq emasdir. Robning kalomi aytilayotgan, ya'ni insonlar aytgan narsani jinsidan oliy bo'ldi. Al-qawlu fil Qur'anil Karim. Qur'oni Karim haqidagi qavl. Va albatta bu manzuma sharhida biz tarixda, insoniyat tarixida, xususan islom tarixida juda ham katta iz qoldirgan va juda ham ko'p fitnalarga sabab bo'lgan ya'ni masala u ham bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning kalomi va Qur'on masalasi haqida bo'ladi. Va bu masalani paydo bo'lish sabablari biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning asmo va sifatlariga tegishli bo'lgan baytlarda aytganlarimizdek, demak o'sha zamondagi ba'zi falsafa va aqlga tayangan firqalarni bu mavzularda g'uluga ketishligi bo'lgan, chuqurlashishligi bo'lgan. Bu masalalar nima uchun salaf solihlar zamonida sodir bo'lmadi, paydo bo'lmadi? Chunki ular g'uluga ketmadilar bu masalalarda. Lekin afsuslar bo'lsinki, o'sha salaflar zamonidan keyin o'sha ba'zi o'sha aql va falsafaga tayangan firqalar bu mavzularga chuqurlashdi va chuqurlashish sababi albatta shu falsafa ilmlari bo'ldi va bu o'sha falsafa Yunon va g'arb falsafasini salbiy jihatlaridan biridir. Ya'ni insonlarni shunday chuqurlashga, g'uluga ketishga sababchi bo'lib qolganligidandir. Va albatta bu firqalar vujudga keldi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi ekan, qadari ekan. Va bu albatta falsafan, g'arb falsafasini ta'siri bo'ldi deymiz. Bu salbiy jihatlari sifatida bu narsani keltiramiz, aytamiz. Ijobiy jihatlari sifatida esa biz falsafa ilmlarini o'rganganda aytganmiz, ya'ni ijobiy taraflari. Va katta salbiy tarafi mana shu narsa bo'ldi. Ya'ni ba'zi firqalarni aqlga tayanib qolganligi va o'sha firqalarni o'sha ba'zi aqidaviy masalalarda g'uluga ketganligi bo'ldi. Holbuki bu narsadan qaytarilgan edi. Va salaflar zamonida bu narsalarni bo'lmaganligi, ular shu narsaga amal qildi. Ular g'uluga ketishmadi. Alloh subhanahu va taoloning kalomi deganda bo'ldi. Bu narsaga kirishmadi. Allohning kalomi o'zi nima? Bu qog'oz, bu jild orasidagi bu varaqlar yoki o'qigandagi bu Allohning kalomimi yo'qmi? Va hokazo bu aslida shu chuqurlashish sababidan kelib chiqdi. Lekin bu narsa hozirgi paytda o'zicha Moturidi va Ash'ariylarni ga tosh otayotgan ba'zi kalta fahm qo'shtirnoq ichidagi ahli ilmlar ni gaplari esa bu Moturidiylar Qur'onga nisbatan bunday noto'g'ri ta'rif berdi, Ash'ariylar bunday qildi degan gapi bu ham kalta fahmlikdir. Nimaga desa, chunki hop jamiyatda o'sha zamonda muammo paydo bo'ldi. Uni sababi to'g'risida hozir biz to'xtalmaymiz. Tamom, sababi nima bo'lsa ham o'sha firqa Mu'tazilalar va shunga o'xshagan firqalar paydo bo'ldi. Jamiyat ichida ular tashviqot, targ'ib qilyapti, da'vat qilyapti, o'zini safdoshlarini kun sari ko'paytiryapti. Nima qilish kerak endi? Hop bu salaflarni mazhabi yaxshi deb turib jim o'tirish kerakmi? Yo bu mavzuga kirish kerakmi? Jamiyatda biror bir mushkila, biror bir problema bo'ladigan bo'lsa, muammo bo'ladigan bo'lsa, u narsani yechish kerak. Yechish uchun iloji yo'q, siz o'sha muammoni ichiga kirasiz. Ash'ariy va Moturidiylar bu muammoni shunday yechdilar. Va bu muammoni yechishda ular muvaffaqiyat qozondilar. O'shalar sababli bu firqalarga inqiroz paydo bo'ldi. Ular o'z-o'zidan inqirozga yo'l tutdilar. Shu bilan to'xtadi. Aks holatda hozirgi zamongacha kelar edi. Ular
bu muammoni hal qilishlik uchun iloji yo'q, shu muammoni ichiga kirdilar. Ichiga kirgandan keyin iloji yo'q, o'sha aytayotgan xasmni ishlatayotgan uslubini ishlatdilar. Ya'ni falsafa va aqliy uslubda ular raddiya qildilar, ular munozara qildilar. O'z-o'zidan shunday o'sha jamiyatdagi muammoni hal qilishga harakat qildilar. Va albatta bu ijtihodiy narsa, bu to'g'ri noto'g'rilikni ehtimol qiladigan narsa. Lekin biz aytyapmizki, masalan, hech qachon Imom Ash'ariy va Imom Moturidiylarning so'zini biz salaflarning so'zidan ustun qo'ydik degan emas. Yo'q, salaflarni mazhabini afzalligi, ularni sodda, ayni paytda va musaffo ekanligini hamma tan oladi. Lekin muammo shundaki, Imom Ash'ariy va Imom Moturidiy yoki Ash'ariylar va Moturidiylar islom tarixida qilgan xizmatlari va ularni to'g'ri noto'g'ri deb baho berishlik mana shunda asosiy muammo hozirgi paytda. Ular hozirgi insonlar bu insonlarni umuman olganda bunaqangi mavzularda chuqurlashmaganligi uchun yoki bunaqangi hozir firqalar, bunaqangi tahaddiy chaqiriqlar yo'q bo'lganligi uchun go'yoki ularni bu ijtihodlari kerak emas deb tuyuladi va o'z-o'zidan tosh otishni boshlashadi. Lekin hech qachon biz hozirgi paytda biror bir aytaylik o'sha salafiylarni masalan hozirgi zamon falsafachilari bo'lsin yoki hozirgi zamon ba'zi shu islomga nisbatan tanqid qilayotgan olimlar bilan qilgan munozarasini ko'rmaymiz, ko'ra olmaymiz ham, chunki ular munozara qila olmaydi. Chunki siz muqobilingizdagi inson bilan siz munozara qilishligingiz uchun u biladigan narsadan ko'proq narsa bilishingiz kerak. O'z-o'zidan ular tan olgan umumiy ba'zi ilmlar borki, ular salafiylar bu narsani zotan inkor qilishadi. Bu falsafa mantiqiy inkor qilib turgan bo'lsa, ular nima bilan munozara qiladi o'zi? Bu ko'ryapsizlarmi? Ya'ni bu faqatgina quruq gapni o'zi xolos. Yo'q, islomda esa unday emas. Biz faqatgina bu narsani o'ylashimiz kerak emas. Salaflarning zamonidagi salaflarning qovli, salaflarning talqini, biz ikki xil talqinni tushuntirdik sizlarga. Salaflarning talqini, interpretatsiyasi va xalaflarning talqini. Bu ikki talqinni aslida olganda ikkalovini ham o'rganib, ikkalovini ham tatbiq qilish kerak. Xo'p, xalaflarni bu narsaga undagan narsa o'zi nima edi? Bu narsani tushunsa muammo yechiladi. Sizlar o'ylaysizlarki, ya'ni o'sha bir kalta fahm o'zida salafiyman deyotganlarga nisbatan aytilinadi. Masalan, Imom Ash'ariy bo'lsin yoki Imom Moturidiylar bo'lsin, ular nima salaflarning qovlini bilmasmidi? Yo'q, ular bilardilar. Ular salaflar bilan ularning orasi juda ham yaqin bo'lgan. Vaqt jihatidan bir inson, bir ustoz bilan ular salaflarga chiqishgan. Va o'sha paytdagi voqelik esa, o'sha paytdagi bu fitnalar, har xil firqalarni kelib chiqishi ularni bu ta'villariga undagan. Ular shu ta'villarni qilishga majbur bo'lishgan. Shu bilan ular bu bid'atni, bu adashishlikni, e'tizol bo'lsin, boshqa har xil bu firqalarni adashishligini, tarqalishligini to'xtatib qolishgan. Va albatta bu narsada to'g'ri noto'g'riligini ehtimol qiladi. Salaflarda esa bunday narsa aytmaymiz. Xo'p, lekin masalan shu bilan bu narsani ko'ra olmaslik, ularni bu katta xizmatini qadrga yetmaslik va ularni o'zicha ahli sunnadan chiqarib olishlik, bu hozirgi zamondagi 20-asrda paydo bo'ldi bu asosan bu gap. Ahli sunnadan emas ular deyishlik. Go'yoki ular qoylatib ahli sunnani va musulmonlarni himoya qilib qo'ygandek. Holbuki ularning holatini aytdik biz. O'zi xiyonat ustida, xiyonatdan kelib chiqqan bir yo'nalish o'zi aslida olganda, diniy qarash. Salaf deyishlik bu quruq gap xolos. Lekin ularning salaflardagi holati yo'q. Agar bo'lganda ular bunaqangi o'zini o'tmishi, o'zini tarixiga nisbatan unaqangi yahudiy va kofirlar orzu qilgan fitnani qilishmas edi. Ular esa o'z-o'zidan o'zini tarixiga bolta uryapti.
Go'yoki mana Imom Moturidiy va Imom Ashariy chiqdilarda, o'sha zamondan boshlab hech bir olim kelmabdiki, bularni xatosini aytadigan. Kep 20-asrdagi shu Saudiyadan chiqqan olimlargina bu narsani ko'rib qolishibdi-da, endi aytishyapti. Ya'ni go'yoki shunday tasavvur qilinadi bu gapni o'zi ma'nosi. Bu yerdagi mushtahidlar, muhaddislar, Imom Ibn Hajar, Imom Suyutiylar, ular go'yoki ularni ashariy bo'lishligi yoki ko'p fuqaholarni Moturidiy bo'lishligi, ularni ya'ni o'sha hozirgi 20-asrdagi ba'zi olimlar, qo'shtirnoqchidagi olimlar bilgan narsani bilmagan ekanda degan narsa kelib chiqadi. Yo'q, bu faqatgina bu narsani tushunish kerakki, bu narsani boshlanishligi bu asl siyosiy narsa. Chunki biz aytdik Saudiyani qanday tashkil topganligini, u yerdagi bu harakatlarni kelib chiqish sababi nimaligini. O'sha paytdagi siyosiy, geosiyosiy sabablar bor. O'sha narsa xolos. Shuning uchun bu narsaga shunday keng qarash kerak va har doim bu narsaga shunday sizlarga urg'u berib aytyapmiz, toki sizlar voqif bo'linglar, bu narsani tushuninglar, mohiyatni, asl sabab nimada ekanligini tushuninglar. Xo'p, Shorih rahimahulloh aytadilar: "Ma huna bi ma'na laysa." Ma bu yerda laysa ma'nosidir, ya'ni nofiya. Wal Qur'an yutlaqu va yuradu bihi al-qira'atu va yuradu bihi al-mushafu va yuradu bihi al-maqru'u. Va Qur'on deganda u bilan qiroat ham iroda qilinadi. Qur'an, chunki Qur'an masdar. Va yuradu bihi al-mushaf, u bilan mushaf ham iroda qilinadi. Ya'ni kitob. Va yuradu bihi al-maqru, o'qilinayotgan narsa ham iroda qilinadi Qur'on deganda. Va huwa al-muradu huna, va bu yerdagi maqru narsa iroda qilingan. Va mal Qur'anu maxluqan deganda iroda qilingan narsa maqru narsa. Ya'ni uni o'qilinayotgan narsa. Fa innahu al-kalamu an-nafsiyyu al-qa'im bi dhatihi subhanahu. Chunki bu narsa, ya'ni shu maqru deganimiz, bu Alloh subhanahu va taoloning zotida qoim bo'lgan nafsiy kalomdir. Ya'ni nafsiy degani nafsida, Alloh subhanahu nafsida qoim bo'ladigan. Ya'ni masalan inson gapiradi, to'g'ri? Masalan bir inson gapiradi. Gapira oladigan inson deydigan bo'lsak, to'g'rimi? Uni gapini biz qog'ozga tushirishimiz ham mumkin. Uni gapini biz aytishimiz ham mumkin. Ya'ni qayta ovozda o'sha narsani qaytarib ifoda qilishimiz ham mumkin. Lekin bu narsa o'sha kishining gapi bo'lib qoladi. Lekin gapirishlik sifati uni zotida, o'sha insonda qoim bo'lgan bir sifat aslida. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taoloning kalomi desak, sifat deydigan bo'lsak, u nafsiy narsa. Alloh subhanahu va taoloning nafsi, nafsiy deganda o'sha nafsida qoim bo'lguvchi, zotida qoim bo'lguvchi degani. Xo'p, nafsiy deyishlikdan iroda qilingan narsa, bu yerda nima uchun nafsiy deyaptilar desam, nafsiy lafziyni muqobilidagi narsa. Ya'ni lafziy deganda u lafzga tegishli, nafsiy deganda odamga nisbatan aytadigan bo'lsa, ichidagi narsa. Alloh subhanahu va taolo kalom sifati degan bo'lsa, o'sha gapirishlik Alloh subhanahu va taoloning zotida qoim bo'lguvchi nafsiy kalomdir deyiladi. Shuning uchun bu yerda bu ta'rifda aytilayotgan gap. Va kalamur robb fa'ilu ta'ala. Kalamur robb degan ibora bu ta'ala fe'lining fa'ilidir. Ay ta'azzama, ta'alaning ma'nosi ta'azzama, taqaddasa, kalamul haqq, haqning kalomi, an yakuna min jinsi maqulil xalq, xalqni aytgan narsasini jinsidan bo'lishligidan ulug' bo'ldi va muqaddas bo'ldi. Va u esa maxluqning maquli, jinsi va u harflar, tovushlardir. Bular hammasi maxluqdir. Demak, o'z-o'zidan maxluq bo'ladi. Demak, masalan, agar biz bunday olib qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taoloning kalom sifati to'g'risida gapiradigan bo'lsak, aslo biz maxluq degan narsa ishlatishimiz mumkin emas. Chunki Alloh subhanahu va taoloda hodis bo'lgan narsa Alloh taoloning zotida qoim bo'lmaydi. Va agar bir
inson Alloh subhanahu va taolo kalomini o'qiyotgan bo'lsa, uni og'zidan chiqayotgan narsa, agar uni tovushligini e'tiboridan yozsa, uni yozganligi e'tiboridan uni biz hodis deymiz. Yoki qog'oz desak, qog'oz u hodis narsa. O'z-o'zidan. Demak, bu o'sha e'tiborga qaraladi. Va fil kalami isharatu ila annahu yuqalu kalamullohi g'ayru makhluq. Va bu kalomda esa ishora borki, shunday aytiladi. Kalamulloh g'ayru makhluq deyiladi. Allohning kalomi maxluq emas. Lekin aytilmaydi-ki, Al-Qur'onu g'ayru makhluq deyilmaydi. Nimaga? Li'alla yusbaqa ila al-fahm anna al-mu'allaf min al-aswati wal-hurufi qadimun. To'yinki fahmga shu narsa yetmasinki, tovushlar va harflardan tarkib topgan narsa qadim ekanligi. Ya'ni Al-Qur'on kalamulloh deb shunday mutlaqo aytadigan bo'lsangiz, Qur'on deganda qog'oz ham tushuniladi, qiroat qilayotgandagi ovoz ham tushuniladi, to'g'rimi? Yozilgandagi yozuv ham tushuniladi. Bularning hammasi maxluq hodis narsalar. Kama nuqila an ba'd al-hanabila, ba'zi hanbaliylardan naql qilinganidek. Ba'zi hanbaliylar bu ovoz bo'lsin, yozilgan narsa bo'lsin, hatto jildida ham ular nima deyishgan? Ya'ni ular qadim deyishgan. Unday emas deyaptilar. Qanday siz o'zingiz yozgan narsani qanday qadim deysiz? Yoki qog'ozdagi narsani. Qog'oz holbuki u hodis narsalar. Lekin Alloh taoloning sifati esa u qadim narsa. Demak, ko'ryapsizmi, e'tiborga bog'liq. واتفق المسلمون على إطلاق لفظ المتكلم على الله va musulmonlar mutakallim lafzini Alloh taologa ishlatishlikka muttafiq bo'ldilar. Lakinnahum ikhtalafu fi ma'nahu, lekin bu gapni ma'nosida ixtilof qildilar. فذهب أهل الحق أهل السنة أشعري وماتريديlar إلى أن كلامه تعالى معنى قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت. Alloh taoloning kalomi bu Alloh taoloning zotida qoyim bo'lgan bir ma'nodir. U harf emas, tovush emas u narsalar dedilar. وذهب الباقون qolganlar esa ila annahu mutakallimun bil hurufi wal aswat. Alloh taolo harflar, tovushlar bilan gapirguvchidir deydi. Thumma ikhtalafa haula'i, ular esa keyin ixtilof qildilar. Yana bu gapni aytganlar ham ixtilof qildilar. Fadhahaba al-hanabilatu minhum ala ma nuqila anhum, ulardan naql qilinganidek ila annaha qadimatun qoimatun bi zatihi ta'ala. Alloh taoloning zotida qoyim ular. O'sha tovush, harflar Alloh taoloning zotida qoyim dedilar. وذهب المعتزلة معتزلة aytdiki أنها حادثة, bu narsalar hodisdir dedilar. Ya'ni Qur'on kalamulloh deydigan bo'lsa, tovush harflardan iborat bo'ladigan bo'lsa, tovush harflar hodis dedilar. Alloh taoloning zotidan boshqa narsada qoyimdir dedilar. Va karomiyalar esa hodis qoyim bi zatillahi ta'ala deydi. Ular Alloh taoloning zotida qoyim deydi. Ya'ni bu ixtilof. Ya'ni aslida olib qaraganda bu ixtilofning sababi juda ham chuqurlashish bo'lgan. Agar shu chuqurlashish, g'uluv ketish bo'lmaganda bu ixtilof bo'lmas edi. Salaflarning zamonidek bu narsa tinch va shunday o'tib ketardi. Masalan, hozirgi zamonda ham xuddi shunday. Bu hozirgi paytda insonlar bunaqangi chuqur fikrlamaydigan bo'lib qoldi. Shuning uchun ham hozirgi paytda ko'proq salaf solihlarning qavli ko'p insonlarga muvofiq keladi. Lekin bu degani ahli sunnadan Maturidiy va Ash'ariyni chiqarish kerak degani emas. Ahli sunna va jamoadan Maturidiylarni chiqarishlik yoki Ash'ariylarni chiqarishlik bu siyosiy maqsad faqatgina. Chunki biz aytdik, Saudiyani xiyonat ustiga qurilgan bu davlatda ularning o'zini tarixini oqlaydigan bitta yo'li ular biz o'sha Usmoniylarni Maturidiy bo'lganligi uchun, shirk bo'lganligi uchun, yo sofi bo'lib ketganligi uchun ulardan qarshi chiqdik, ularga qarshi chiqdik, biz tavhidni ko'tarib chiqdik degan da'vo, xolos. Mana shu narsa bilan oqlaydi ular. Agar biz aytadigan bo'lsak-ki, yo'q, u narsa masalan bir davlatda uni sofi bo'lib ketadimi, davlat ichida shirk ko'payib ketadimi, bu davlatga qarshi chiqishlikka, o'sha agar haqiqiy xalifa bo'ladigan bo'lsa, ahd qilingan xalifa bo'ladigan bo'lsa, unga qarshi chiqishlikka sabab bo'la olmaydi. Bu xuruj bo'ladi. Ahli sunna va jamoatda yo'q bu narsa. Jamiki ahli hadislar va salaflarda mazammat qilingan narsa, hadislarda qarshi chiqilingan bu xurujga. Ya'ni xuruj amirni toatidan tashqariga chiqishlik.
Lekin ular mana shu narsani o'zini tarixidan nima bilan oqlaydi faqat? Bular o'zi musulmon emas edi-da, ular o'zi bid'at bo'lib ketgan edi. Ahli sunna va jamoat degan narsa yo'q bo'lib ketuvdi. Bular sufiydi, bular shirkiydi, mana deydi. Holbuki bu hammasi biz tarixda bilamiz, fakt bilan sabit bo'lgan narsa. Bu Britaniyani strategiyasi bo'lgan. O'sha paytda Usmoniy davlatini zaiflashtirish uchun, ularni musulmonlar oldida bir haybatini ketkizish uchun ulardan musulmonlarning ikkita muqaddas diyorini olib qo'yish kerak edi. Makka, Madinani ulardan. O'z-o'zidan musulmonlar shunda Usmoniylargadan bir ko'ngli sovurdi. Va shu narsani qilishdi ham. Kim orqali qildi? O'sha xoin amirlar va o'sha sodda Muhammad Abdul Vahhab orqali qilindi. Holbuki hozirgi paytdagi bu ahli sunnadan yoki ahli sunnadan emas degan gapi faqatgina hozir 20-asrlardagina paydo bo'ldi xolos. Ya'ni undan oldin hatto Muhammad Abdul Vahhab o'zidan ham bu narsa kelmagan. Muhammad Abdul Vahhabni ustozlarini qaraydigan bo'lsak, hammasi Hanafiy, Moturudiylar, Ashariylar bo'lgan. O'sha zamondagi ulamolar bo'lgan. Shuning uchun demak bu narsani shunday qarash kerak. Xo'p, endi biz hech qachon talabalarga aytmaymizki, salaflarning aqidasini o'rganish kerak demaymiz. Yo'q, biz albatta birinchi insonlarga, o'sha talabalarga salaf aqidasini o'rgatamiz. O'sha ahli hadis aqidasini o'rgatamiz. Keyinchalik ilmda chuqurlashgandan keyin arabiyat va ba'zi xolfiyalar paydo bo'lgandan keyin kalom ilmini tushuntiramiz. Va kalom ilmi o'ta muhim narsa. Hatto masalan hozirgi paytda ahli hadislarda mu'tamad bo'lgan Imom Safarini rahimahulloh kalom ilmi haqida ijobiy yozganlar o'zlarini Safariniya sharhida. Shuning uchun demak talab ilmlar bu narsalarga shunday qarash kerak. Ya'ni albatta shu chuqurlashlik sababidan bu narsa kelib chiqdi, muammo bo'ldi, lekin u muammoni yechishga harakat qilgan bu o'sha Moturidi va Ashariylar bo'ladi. Shuning uchun bu narsani qadriga yetish kerak va obyektiv, ya'ni yonlash kerak bu narsa. Va dalilu ahli al-haq an al-harf va as-sawt makhluqani. Ahli haqning dalili harf, tovushlar maxluq. Kalomulloh g'ayri maxluq. Limtina qiyam al-hawadith bi zatihi, chunki Alloh subhanahu va taoloning zotida hodis bo'lgan narsalarning qoyim bo'lishi mumkin bo'lmaganligi uchun. Il huwa min amaratil hudus. Nima narsadaki hodis narsalar qoyim bo'ladigan bo'lsa, bu hodislik alomatidir. Lekin Alloh subhanahu va taolo qadim deyapmiz, zoti, sifati qadim deyapmizda, endi unda hodis bo'lgan narsaga ehtiyoj bo'ladi. Yo'q, bu noto'g'ri bo'ladi. Naam, al-Qur'anu maqru'un bi alsinatina. Ha, deyaptilar. Qur'on tilimiz bilan o'qilingan, mahfuzun fi sudurina, maktubun fi masahifina, kama naqulu Allohu mazkurun bi alsinatina, ma'budun fi masajidina, masjudun lahu fi maharibina, ghayra halin fina wala fiha. Biz Qur'on maqru deymiz, tilimiz bilan o'qilingan, qalbimizda saqlangan, mushaflarda yozilgan deymiz. Xuddi Alloh tilimiz bilan zikr qilingan, masjidlarimizda ibodat qilingan, mehroblarimizda unga sajda qilingan, lekin Alloh taolo bizga tushmasdan va o'sha narsalarga ham tushmasdan. Ya'ni masalan, shunday qarash kerak bu narsaga deyaptilar. Endi aslida olganda bu masalani agar ko'tarilmaganda ahli hadis qanday qaragan va salaf solihlar qanday qaragan bu masalaga? Salaf solihlar aytishganki, Qur'on kalamulloh deyishgan. Tamam, bo'ldi. U nima o'zi bu narsa? Bu narsa ya'ni tovushchi, yozilgan harfchi, qozi ichidagi jild ichidagi narsalarchi, bu narsalar kirishmagan. Shuni o'tib ketishgan. Shuning uchun ya'ni salaf aqidasi shuning uchun ham sodda bir jihatdan va bir jihatdan musaffodir. Lekin xalaflarning talqini esa soddalik qolmadi, chunki ular o'sha hali aytganimdek bu aqlga, falsafaga tayangan firqalar bilan munozara qilib o'sha o'zlarining fikrlarini ifoda qilganligi uchun bu murakkab, qiyin bo'lib qoldi. Chunki u yerda chuqurlashish bor baribir. Chunki chuqurlashgan toifaga raddiya qilish uchun iloji yo'q, siz ham o'sha
chuqurlashga majbur bo'lasiz. Xo'p. قال العز بن جماعة aytdilar روينا بالسند عن الربيع عن أحمد أن رجلا سأله biz sanad bilan rivoyat qilindi bizga Rabi'dan u kishi Ahmaddanki bir kishi so'radi Imom Ahmaddan usalli xalfa man yashrabul khamra aroq ichgan kishining orqasida namoz o'qiymanmi dedi. Faqala la dedi, yo'q dedi. Faqala usalli xalfa man yaqulu innal qur'ana makhluqun Qur'on maxluq degan kishining orqasida namoz o'qiymanmi desa faqala subhanalloh subhanalloh dedi, ajablandi. Anhaka an muslimin va tas'aluni an kafir. Men seni musulmon haqida so'rasam, men ajablanyapman sendan musulmondan men qaytarsam, chunki aroq ichgan odam musulmon, o'shaning orqasida ham namoz o'qib bo'lmaydi desam, sen meni kofir haqida so'rayapsan a deb ajablangan ekanlar. Abu Uzba rahmatulloh fi Rawdatil Bahiyyada shunday degan ekanlar. Bilingki Qur'onni maxluq yoki g'oyir maxluqlik bilan sifatlashlik bu oqibati bu narsaga kirishgan, bu narsa haqida tortishgan kishilarga oqibati yaxshi bir ish emas degan ekanlar. Shunaqangi masala degan ekanlar. Chunki bu katta fitna bo'lgan bir qavmga va o'zaro fitnalar, bir-birini kofirga chiqarishlik va yaxshi insonlarni bid'atga chiqarishlikka sabab bo'lgan masalalardan. Shuning uchun bu narsaga chuqurlash kerak emas deganlar. Shariat bu narsani o'zi talab ham qilmagan-da bunaqa narsani. Lekin fiqhiy jihatdan hozir aytadilar. Bu narsani aytganimiz bilan biz masalan tovush, yozilgan narsa, ikkita jild ichidagi narsa, qog'ozlarni biz maxluq desak ham, hodis desak ham, lekin masalan u narsani otib bo'lmaydi. U narsani masalan bu Allohning so'zi emas deb bo'lmaydi. Bu kufr bo'ladi. Ko'ryapsizlarmi? Bu yoq tarafi ham borda. Nimaga? Chunki u yerda inson ihonat, istihzo sababli bo'ladi. U yerdagi takfir sababi. Hozir bu narsaga to'xtaladilar Imom Ali al-Qori. Xo'p. İmam Bakri'nin ham so'zlarini sharhlarini o'qib qo'yamiz. Va mal Qur'onu maxluqan ta'ala kalamur robbi an jinsil maqol. Qur'on maxluq emas, Allohning kalomi, maqol insonlar aytgan narsaning jinsidan oliy bo'ldi. Ya'ni anna al-Qur'ana kalamullohi ta'ala al-munazzal 'ala ar-rasul sallallohu alayhi va sallam al-maktub fi al-masahif al-maqru' bi al-sina al-mahfuz fi as-sudur ghayru halin fiha. Bilingki Alloh taoloning Qur'on Alloh taoloning kalomidir. Rasuliga nozil qilingandir, mushaflarda yozilingan, tillar bilan o'qilingan, qalblarda saqlangan, o'sha qalblari o'sha yuqoridagi narsalarga tushmasdan. Wal huruful mantuqatu ibaratun dalatu ala kalamihi. Nutq qilingan harflar bu Alloh taoloning kalomiga dalolat qiluvchi iboralardir. Va xuddi shuningdek yozilingan, o'qilingan, saqlangan narsalar Alloh taoloning kalomiga dalolat qiladi. Va maxluqlarning kalomidan biror bir narsaga teng kelmaydi. Sifati azaliyun va kalamuhu azaliyun. Alloh subhanahu va sifati azalidir. Yani hodis emas, kalomi ham azalidir. Va man qala kalamuhu makhluqun faqad kafar. Agar Alloh taoloning kalomi maxluq desa, u kofir bo'ladi. Va man qala innal ibarat wal aswati wal huruf dalla alayhi makhluqatun la yakfur. Lekin kimki iboralar, tovushlar, harflar Alloh taoloning kalomiga dalolat qiladigan mana shu narsalar maxluq desa kofir bo'lmaydi. Chunki haligi hodis jihatini inobatga olgan holat. وقالت المعتزلة إن القرآن مخلوق وعنوا به الحروف المنظومة والأصوات وقالوا هي كلام الله تعالى حال فيها. Mu'tazila aytdiki, Qur'on maxluqdir dedilar va bu bilan ular harflarni, nazm qilingan harflarni, tovushlarni iroda qildilar. Va aytdilarki, Alloh taoloning kalomi shu narsalarga tushgandir deydi. وقال أهل السنة والجماعة القراءة بالعربية قرآن. Arab tili bilan qiroat qilishlik bu Qur'on. Suryoniy tilda qiroat qilishlik bu Injil, Ibroniy tilda Tavrot, Qibtiy tilda Zabur bo'ladi. Bularning hammasi Alloh taoloning kalomiga dalolat qiluvchi bo'ladi. Lekin bularning ichiga tushmasdan Alloh taoloning sifatiga dalolat qiladigan narsalar. يعني أنه يتلى باللغات المختلفة مع أن كلها واحد.
Bu har xil lug'atlar bilan tilovat qilinadi, lekin hammasi bir. Alloh taoloning sifoti, kalom sifoti. Xuddi arab tilida Alloh deyilganidek yoki fors tilida Xudo deymiz. Demak, iroda qilingan narsa bir. Men Xudoni inkor qilaman desa, u ham kofir bo'ladi. Bu gapi bilan masalan. Va qolatil ash'ariyatu val karramiyya ash'ari va karramiyalar aytdilarki, ma fil mushafi laysa ibara an kalamihi. Mushafdagi narsa kalomdan iborat narsa emas. Va inma huwa hikoyatu anhu, hikoya qiluvchi, uni ta'bir qiluvchi narsa dedilar. وعن هذا جوزوا إحراق المصحف. Shu jihatdan mushafni yoqishlikka ruxsat berdilar. Bizning nazdimizda esa joiz bo'lmaydi bu narsa. Kim bu narsani yoqishlikka joiz deydigan bo'lsa, u kofir bo'ladi. Nimaga? U yerda ihonat bo'lganligi uchun. Lekin fuqaholar, masalan Hanafiy fuqaholar aytadilarki, agar hojat bo'lsa, masalan Qur'on juda ham chirib ketgan bo'lsa, bir ahvolda uni restavratsiya qilish imkoni bo'lmasa, unda uni yoqib, kunini bir tayin joyga bunday ko'mib qo'yiladi. Mana shunday, bu ehtirom bu. Bu narsa mumkin. Bunga ulamolar fatvo berganlar. Lekin butun narsani mensimasdan qilsa, albatta kofir bo'ladi. Chunki kufr sababi 3 ta. Asosiy kufr sababi. Birinchisi inkor qilishlik, ikkinchisi istihona, past sanashlik, ikkinchisi istihfof, ya'ni yoki istihzo deymiz. Yengil sanashlik yoki kulishlik. Mana shu 3 ta narsa bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan demak kofir bo'ladi. Qanday shaklda bo'lishidan qat'iy nazar